Ertaga qayerlarda yomg'ir yog'adi? Assalomu alaykum, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. O'zgidromet ertaga 17 dekabr kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja sovuq, ba'zi joylarda 12-14 daraja iliq bo'ladi. Kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3-8 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yomg'ir yog'adi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0,5 daraja iliq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir va qor yog'adi. Ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Toshkent va Namangan viloyatlarining tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 3-2 daraja iliq, kunduzi 0,5 daraja iliq bo'ladi.